Konnichiwa, hammaga sizlarni qarshilarda hozirda Mitsushi. Bugungi videoda Soyda ko'tarilish animesining ikkinchi faslini to'liq qismi bo'ladi. Va men yangi animelarni ham tayyorlayman. Faqatgina ozgina menga vaqt berib turinglar. Shunaqa oldingi animelarimni ham chiqarib olishim kerak. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosing va men boshladim. Bugun nimagadir osmon qizil rangda. So'nggi paytlarda noqonuniy shaharga pul hajmi katta kelyapti. Noqonuniy shahar xarobalardan iborat va o'tda faqatgina yovuzlik bor. Oy qizil rangi kirdi va bu afsonalarni eslatadi. Bu albatta 1000 yil oldingi noqonuniy shahardagi afsonaga o'xshaydi. Soya o'tda pul borligini eshitdi. Yo'g'i, masalani hal qilmoqchi. U hammaga faqatgina oy qizardi, boshqa hech narsa emas deb aytdi. Yengil maslahatda ajdarho bilan bir ko'z vampirlarning qasriga kirmoqchi bo'lishgan edi. Lekin o't qo'riqchisi ikkalasini ham dabdalaqtashadi. Ertasi kuni Sid noqonuniy shaharga opasi bilan borgan edi. Uni opasi sudrab ketayotgan edi, chunki u bu shaharda yo'qolib qolishi mumkin. Meni sudrab ketish shart emas, men aniq adashib qolmayman degan edi. Baribir adashib qoldi va yo'l bo'yi odamlardan sekingina pulni uxlatib ketishni boshladi. Hammaga eslataman, bu bor yo'g'i anime. Kimdirlar bitta zombini tinmasdan tepayotgan edi. Birdan yana oy qizil rangi kirdi va zombi ham kuchayib ketdi. Bo'tda ham zombi odamni tishlasa, u ham zombi bo'lishi mumkin ekan. Sid zombilarda qanaqa tajriba qilishi mumkinligini o'ylab turgan paytda kimdir kelib yordam berdi. U Sidga o'zini qadimgi vampir o'chisi Mary deb tanishtirdi. U quturish boshlandi, oy qizil rangga kirdi, hayoting qadrli bo'lsa qoch degan edi. Mana endi Sid uchun bugungi kunga shior topildi. Ozgina animega stop, chunki bir gapim bor. Animerasiz hayot juda ham zerikarli. Ammo O'zbekistonda yaxshi ozuvchi ham yo'q deb o'ylaysiz, juda ham katta xato qilasiz. Chunki bizada Aniblauz bor. Shu sababli Aniblauz o'tkazib oling. Albatta hech qachon bu aytgan narsamga achinmaysizlar. Bitta yomon tomoni deyarli ko'chada hamma zombilarga aylanib ketdi. Sid opasi uni o'lganini ko'rib, kallasini quchoqlab yig'layotgan edi va aybdorlik hissi bilan undan kechirim so'rayotgan edi. Birdan Mary kelib, "U sen ukam emas, men seni ukangga o'xshagan ikkita odamni topdim" degan edi. Keyin u buni bilib, uni izlashga tushib ketdi. Sid odamlarni zombilardan qutqarib, oy qizil rangga kirdi, hayoting qadrli bo'lsa qoch, deb boyagi so'zlarni qaytarayotgan edi. Aslida bu ishni minoran tepasidagi vampirlar qo'ygan edi. Ularning maqsadi bo'lsa, o'lgan malikani qaytadan tiriltirish. Ularga qarshi turayotgan insonlar bo'lsa, oq minora hukmdori Yukime, qora minora hukmdori Jaggernail edi. Lekin ular bir jamoada emas edi. To'g'rirog'i ular bir-birini o'ldirib olgisi ham keladi. Faqatgina ular vampirlarga qarshi turmayotgan edi. Bizani Batmanimiz ham vampirlarga qarshi edi. Va u tepadan haqiqatan ham mardonavor tushdi. Vampirlarning saroyini qo'riqchisi jang qilayotganlarni ko'rib, juda ham qo'rqib ketdi. Ularga kuch yetmasligini tushungandan keyin soyani ko'rib qoldi. Soyani kuchini sezmagandan keyin unga sirazi hujum qildi, lekin o'lib ketdi. Sid opasi va Mary bir amallab qasrga kirishgan edi va Jaggernaildan bekinishayotgan edi. Lekin o'tvar birdan ularni sezib qolgan ekan. Keyin ikkalasiga ham ketma-ketin zarba berdi. Ular bir amallab uni o'ldirmoqchi edi va Maryga qon kerak ekan. U qon ichib anchagina kuchga to'lgan edi, lekin baribir Jaggernailga tenglasha olmadi. Aqldan ozish boshlandi. Vaqt deyarli qolmadi. Qizil oyingga sani. Aslida oldin vampirlar shohona hayot kechirgan ekan. Insonlar vampirlarning zaif tomonini bilib olgandan keyin bo'lsa teskarisi.
O'sha paytda qonli malika Elizabeta odamlar bilan kelishishga qaror qilgan ekan. Va hamma vampirlar qon ichishni tashlashgan ekan. To'g'ri, ular kuchidan ayrilgan, lekin ular bemalol quyoshda yura oladigan bo'lgan edi. Lekin ularning malikasi hech qachon qondan voz kecha olmadi. Va shuning uchun ham quyosh unga zarar bera olardi. Har 1000 yil bo'lganda oy qizil rangga kiradi va vampirlar katta kuchga ega bo'lishadi. Aynan o'sha kuni Elizabeta tashnalikka chidolmadi va 3 ta qirollikka zarar yetdi. O'sha paytda Mary malikani xizmatkori edi. O'shandan keyin malika Maryga meni qayta tug'ilishimga umuman yo'l qo'ymagin deb aytgan edi. Ammo hali hech qancha bo'lmasdan Crimson ismli vampir Elizabetani o'ziga olgan edi. Albatta 1000 yil o'tgandan keyin qayta tiriltirish uchun. Hozirda eng yomoni Claire'da ham la'nat bor ekan. Shu sababli u qachondir maxluqqa aylanishi mumkin. Shuning uchun qo'lidan kelgancha ukasiga, ya'ni Sidga yordam bermoqchi. Endi ular birlashib malikani qaytarishga harakat qilishar ekan. Sidning eng yoqtirgan narsasi soqqala makoniga keldi. Uning rejasi 300 yilcha yashash ekan, shuning uchun anchagina ko'p pul kerak. U oltinlarni sandiqda ko'tarib ketolmagani sababli o'zini kostyumiga saqlanib qo'ydi. Oxirgi paytlarda Shadow kech kelishga odatlangan edi. O'zingizlar tasavvur qilib ko'ringlar. Voy, ana uni qaranglar, o'ta katta maxluq. Xavotirga qilmanglar, men keldim. Agar like bossanglar qutqaraman. Takshto like bosib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Crimson endigina malikani uyg'otmoqchi bo'lgan paytda Shadow sirazi kelib hammasini yo'q qildi. Lekin negadir jang juda ham tez tugadi va unga qarshi bo'ladigan kuchli inson ham topilmadi. Keyin u jang bunaqa tez tugamasligi kerak edi deb pastga tushib ketdi. Claire va Mary tepaga chiqishgan edi va birdan Claire'ga gul hujum qilib qoldi. Bu gul ichida malika qaytadan tirilgan edi. Unga qon kerak bo'lgani uchun Claire olib uni qonini ichdi. Keyin soyali bog' a'zolari kelib, Claire'ni qutqarib, uni o'ldirishga harakat qilishdi. Elizabeta ular bilan jang qilayotganlarni hammasini qonini zaharlab la'natladi. Bu narsa Claire'ga ham juda ham yomon ta'sir qildi. U qanaqadir zamonaviy yotoqxonada uyg'ondi. Negadir uning yonida Aurora bor edi. Aurora sen oldin davolangansan degan edi, lekin uni kim davolaganini aytmadi. Uni aytishi bo'yicha tez orada Claire tanasi chirib ketar ekan. Claire unga ko'p savollar bergan edi, lekin Aurora qanaqadir evolyutsiya haqida gapirib ketdi. Hozirda Claire'da 2 xil turli qonlar bor ekan va ular bir-biriga moslashishga harakat qiladi. Eng yomon tomoni bo'lsa, Claire bularni moslashtirib ishlata olmaydi. Shu bilan Aurora tashqarida ishga chiqib qoldi. Hozir chiqmasam bo'lmaydi deb ketdi. Claire Auroradan nega menga yordam berasan deb so'raganida, Aurora unga chunki sen Shadowga tegishlisan deb javob berdi. Aurora hayotda vaqtinchaga odam tanasiga qayta oldi. Keyin u Elizabetani soya kiyguncha anchagina ushab turdi. Nihoyat soya oltinga teng tanasi bilan yetib keldi. Boyagina esingizda bo'lsa, u kiyimini polni oltin bilan to'ldirgan edi. Soya sirazi jang qilsa bo'lardi, lekin uni oltinlari borgan sari parchalanib ketayotgan edi. Uni oltinlari parchalandi, lekin ko'z oldida parchalangani unga yomon ta'sir qildi. Va birdan Elizabeta bilan jang qilishga kirishib ketdi. Ular shunchalik darajada tez jang qilishardiki, hatto ko'z bilan bemalol ilg'ab bo'lmaydi buni. Ammo bu jangga oxiri ham kelib qolgan edi.
Soya oxirida I am deb turib, qayta tiklovchi Atomik deb hamma zombilarni insonlarga, ya'ni o'z holiga qaytardi. Sid jigarlari va latta bilan kal hamma narsasini yo'qotdi, lekin tirikligiga xursand. Sid opasidagi yomon o'zgarishlarni hammasini sezgan edi. Lekin bu narsani hatto Sidni o'zi ham davololmas edi. Keyin u opasiga bundan keyin qanaqa yo'lda yursangiz ham men siz bilan bo'laman deb aytdi. To'g'ri, u ancha tangasini yo'qotgan edi, lekin tag'in ham saqlab qo'yganlari bor ekan. Butun umriga yetmaydi-yu, lekin nima farq bor? Noqonuniy shahar baribir bitta joyda turadi. Ya'ni qachondir sekingina borib uxlatsa bo'ladi. Prosta hazil. Mitsubishi kompaniyasining ishchilarini qaroqchilar ushlab borishdi. Ularni bunga buyurgan inson bo'lsa, Garter ismli inson ekan. Lekin hammaga u o'zini juda ham halol insondek ko'rsatgan edi. Ammo bu ahmoqlar kim bilan o'chakishayotganini bilishmas edi. Soyalar bog'i a'zolari ularni bittada yanchib tashadi. Sid jigarlari o'ziga yangi Mitsubishi kompaniyasini kiyimini olishgan edi. Bu kiyim bilan ular qizlarni o'rashmoqchi edi. To'g'risi ahmoqlar ham bulardan aqlliroq. Afsuski ular qizlarni o'rolmaydigan bo'lishdi, chunki qog'oz shilinib qoldi. O'z bu kiyimlar soxta ekan, haqiqiy Mitsubishini kiyimlari emas ekan. Sidda haqiqiy Mitsubishini kiyimi bor edi. Bunda o'ylab qarasa, hozirda Mitsubishi anchagina zamonning rivojlanishiga katta hissa qo'shayotgan edi. Va Sid bugun hammasi tugaydi deb o'tdan chiqib ketdi. U kechqurun tushganda qanaqadir o'zgacha kiyim kiyib, Yukimeni oldiga bordi. Ular Mitsubishini qulatib, undan anchagina pul ishlamoqchi edi. Lekin Mitsubishiga faqatgina ular qarshi emas edi. Ya'ni 7 ismli bo'ri bilan odamga chatishtirilgan versiyasi bor edi. Bu odamdek yuradi, lekin bo'ri. Bilmadim, buni boshqachasi yetib bo'lmaydi. Yana Gettan maqsadiga erishish uchun hech narsadan qaytmaydigan odam ekan. Lekin u bo'ri. Soya birinchi hammasini yo'q qilib, keyin tiklamoqchi. Ko'chalarda hamma skitga qilib tashagan edi. Chunki odamlar Mitsubishida zamonaviy narsalar borligi uchun boshqa yo'ldan hech narsa olmayotgan edi. Sidda hozirda maqsadi birinchi Mitsubishini yo'q qilib, keyin uni qaytadan boshqa nom bilan tiklash edi. Lekin bunaqa qilmoqchiligini qizlarga umuman aytmoqchi emas edi. Sid yangicha qog'oz pullarini ko'rib qoldi. Va eng qizig'i, bu pullar ham Mitsubishiga tegishli ekan. Sid rostdan ham qizlarga shuncha narsa aytib bergandan afsusda. Keyin u yoshligida pullarni nusxalamoqchi bo'lgani esiga tushdi va jigarlarini pulni uxlatib qochib ketdi. U hech kimga bildirmaslik uchun o'zining ismini John Smith deb ham almashtirib qo'ygan edi. Albatta odamlarga ham temir tangadan ko'ra yengilgina qog'oz pul ishlatish osonroq edi. Yukimi va John Smith bir rejani o'ylashgan edi. Ularning rejasi qisqa muddatda soxta pullarni nusxalab, ularni hammaga chiqarish edi. Shunda odamlar hatto o'zini puli soxtami yoki haqiqiy pulmi, shuni ham bila olmay qolishardi. Keyin Mitsubishi bankiga borib, janjal qilib, tanga pul kerakligini aytishardi. Sid ham ovqatlanib, ham mushuk Deltani ham ovqatlantirib olgan edi. U yana Deltani bahonasida ko'proq pullarni o'ziga yig'ib edi. Qaroqchilarning orasida Deltani bitta akasi ham bor ekan, lekin bechorani Delta ayamasdan shunday o'ldirib yubordi. Soya Deltaga u sana aka emasmidi degan edi. Deltaning ichi bo'yicha uning otasini ko'p xotinlari va mingdan oshiq bolalari bor ekan. Agar shunaqa bo'lsa, bitta aka ketsa hech narsa emas ekanda. Aniqki, qaroqchilar bugun Mitsubishiga hujum qilishligi mumkin edi. Va negadir Gamma o'zicha qahramonlik qilgisi kelib qoldi. O'zi zo'rg'oyada yuribdi-yu, odamni o'ldira olarmikin degan savol. Nihoyat qaroqchilar ham keldi va ularni hal qilish kerak. Gamma o'zini juda ham chiroyli bir tinga qimmat zarbalari bilan zarba berishni boshlagan edi. Bildinglarmi, u hozir dushmanning yonidagi ruhga zarba berdi. U oxirida bor kuchi bilan zarba bermoqchi edi, lekin qoqilib qilich qo'lidan chiqib ketdi. Va o'sha qilich uchib borib, to'g'ri o'sha odam bo'yniga tegdi.
Ular nihoyat anchagina qalbaki pullarni ishlab chiqarishga ulgurishgan edi. Hammasi tugagandan keyin Yukime Gettanni o'ldirmoqchi ekan. Chunki oldin Gettan Yukimeni oilasini va yaqin do'stlarini o'ldirgan ekan. Bir ikkita do'konlarda qalbaki pullar borligi aniqlangan edi. Shuning uchun Mitsugoshi buni tezroq yechimini topish kerak. Shuning uchun ham Soyali bog'i a'zolaridan 3 tasi bu ishni hal qilgani borgan edi. Ular endigina poyezd ichiga kirishgan edi. Ularni Jon Smit gulla bilan kutib oldi. Jon Smit qo'lida qanaqadir sehrli ip boshqarayotgan edi va ularni hammasini tashqariga uloqtirib yubordi. Jon Smit degan odam borligi Alfaga ham yetib bordi. Keyin Alfa Jon Smitga qarshi Deltani yubormoqchi bo'ldi. Jon Smit tinchgina kitob o'qib o'tirgan paytda Delta kelib unga hujum qilishga harakat qildi. Va u butun boshli vagonni yo'qib tashladi, lekin baribir bu foydasiz edi. Sid yana o'zini aqlli gaplardan gapirayotgan edi. Delta uni hididan Sidligini bilib qoldi. Oxirgi payt Deltani dastidan Sid ham bemalol bo'la olmay qoldi. Sid Deltaga bu narsani Alfaga yetib qo'ymasligi uchun unga mukofot berishini aytdi va uni boshqa missiyaga jo'natdi. Alfa Deltani bu missiyadan keyin kelmaganligini sezgan edi. Endi unga o'zi boradi. Keyin u Jon Smitni o'ldirishini aytdi. Jon Smit degan odam borligi Gettanga ham yetib bordi va endi u ham Jon Smitni o'ldirishga harakat qiladi. Eng qizig'i, hatto bu animeda ham hozir qish kelgan va Soya zo'rg'agina sinib o'tiribdi. Soya Natsune'ga 5 tilda yozilgan maxfiy kodni berdi. Albatta uni bir amallab ochishi uchun. U yana o'sha poyezdga qaytgan edi va uni Alfa kutib oldi. Alfa Soyani jang qilish uslubidan tanib qoldi. Alfa undan nega bunaqa qilayotganini so'ragan edi. U hammasi tugagandan keyin tushunasan va eng yaxshi yo'lligini bilasan deb aytdi. Shu bilan Alfa mana tashab ketmaydigancha qolib ketdi. Yukime va Jon Smit pullarni tangalaga almashtirib olgan edi. O'sha odamlar o'zini pullari haqiqiymi yoki soxtami shuni ajrata olmay qolishgan edi. O'zi oldin bu qog'oz pullar Mitsugoshi bankidan chiqqan hisobga olsa, endi hamma Mitsugoshidan pulni tanga qildirishga harakat qiladi. Mitsugoshidan shuncha pul chiqmasligini hisobga olsa, ishlar pachava. Alfa boygi ishdan juda ham xafa edi va endi nima qilishni ham bilmaydi. Garter Gettanga bu ishda Yukime borligini aytdi. Gamma pul so'rayotgan odamlardan qanaqa qilibdir qutulish yo'lini o'ylayotgan edi, lekin Alfa aytdiki, Soya bizani tark etdi, endi hech narsa qilib bo'lmaydi. Birdan o'tgan Natsune kelib Soyani maxfiy kodini olib keldi. Buni sababi Soyani 5 tilda yozgan yozig'ini yechishdi. Bu yerda yozilishicha Soya ularni umuman tark etmagan ekan va Soya ularga odamlardan qutulishi uchun ular biladigan joyga pullarni qo'ygan ekan. Sid o'sha pul bor joyga kelgan edi, lekin u yerda pul yo'q. Yukimening xizmatkorlari nimagadir Getdan kelganini aytishgan edi.
Buni eshitib Soya, demak bu pullarni hammasini Getdan olgan deb o'yladi. Getdan Yukimen oldiga kelgan edi va unda ham qizil tabletka bor ekan. Va buni yordamida yana Yukimeni qattiq jarohatladi. U dori unga yaxshi ta'sir qilib, hatto ko'zini ham tiklab oldi. Yana vaqtida Soya ham keldi. Boyga yetganimda Citrosini pulla Getdan deb o'yladi va tinmasdan urib pulni so'ramoqchi bo'ldi. Pul masalasiga kelsak, bechara Getdan besabab o'ldi. Keyin Sid Yukimen yaralarini hammasini davoladi. Uni oldin ham qiyin ahvolga tushganda Sid uni davolagan edi, faqat boshqacha ko'rinishda. Mitsubishi kompaniyasi o'sha Sid ko'rsatgan pullarni olib, odamlardan qutulishdi. Bu voqea odamlarning Mitsubishi kompaniyasiga ishonchini ancha oshirdi. Sid o'tgan gali voqeadan keyin boshqa joyga ketgan edi. U soyalari bilan kelishishi uchun ancha vaqt kerak bo'lardi. Uni asosiy maqsadlaridan biri soyada ko'tarilish edi, lekin buni aniq bir ma'nosini tushunib yetmadi. 4 ta soyalar bitta missiyaga kelishgan edi. Pastdagi odamlar qanaqadir sehrli narsani ishga tushirishgan edi. Yana o'tda Rozining ham onasi bor ekan. Keyin o'shatdagi narsaga qo'lni qo'yishi bilan o'tda uzuk paydo bo'ldi. Va ulardan bittasi unga hujum qilib, uzukni olish kerakligini aytdi. U endi hujum qilayotgan paytda Rozi unga qarshilik qildi. Bunga boshqa odamlar ham qo'shilib, ishda dabdala bo'lib ketdi. Bu jang bahonasi qirollik Rozini yana qaytarib oldi. Sid ertalab tinchgina choy ichib o'tirgan edi, birdan qanaqadir odamlar kelib qoldi. Ular bu joy egasini talon-taroj qilishmoqchi edi. Yana Sid o'zini ko'rsatdi. U o'zini shunchalik darajada zaif qilgandan tajman ham ishonmadim. Sid ertasi kuni o'zi kinolarda ko'rgan narsalarni hatto hayotda ham sinab ko'rdi. Ya'ni u qanaqadir jinoyat qilib qamoqxonaga kirdi va 1-2 kun mahbus bo'lib, o'tdan qochib ketdi. U ertasi kuni yo'lda ketayotgan edi, boyagi odamlarni ko'rib qoldi. Ularni o'ldirib, pulini o'zi oldi va boyagi ayolga ham pul tashab ketdi. Boyagi oddiy soyalar uje yutqizishgan edi va ularga yordamga haqiqiy soyani o'zi keldi. Keyin soya unga kuch berdi va hatto qo'li ham o'sib chiqdi. Bu qo'shimcha kuch bilan u dushmanni parchalab tashadi. U soyaga bo'lgan hamma narsani aytib berdi. Sid Rozini xiyonat qilganini eshitgandan keyin juda ham jahli chiqib ketdi. Keyin xoinlar hech qachon kechirilmaydi deb uchib ketdi. Umuman o'ylab qaraganda, Rozi o'tgan safar otasini o'ldirgani uchun endi hamma uni yomon ko'radi. Sid Rozini oldiga oddiy holda kirishi uchun birinchi darvozadan o'tish kerak edi. U nima qilish kerakligini o'ylab turgan paytda vaqtida Epsilon kelib qoldi. Keyin Sid odamga o'xshab darvozadan kirdi. Bu yo'q, Epsilon qanaqa kira oladi desanglar, u axir pianino chalishni biladi. Sid bo'lsa eng yaxshi shogirdi deb aldab olib kirdi. Epsilonni shogirdi borligini eshitganlar uni qobiliyatini tekshirib ko'rishmoqchi bo'ldi. Sid pianino chalishdan oldin sezdiki, bu yerda hamma zodagonlar yig'ilgan edi. Va pianino chalish bahonasida anchagina pullarni ishlab oldi. Sid o'zini sehrli ko'zini ishlatib, qanaqadir uzunni ko'rib qoldi va uni o'ziga oldi. U oxiri Rozini bir amallab topdi. Keyin unga turmush qurmasligi kerakligini aytdi. Keyin nega bunaqa qilayotganini so'raganda, u shunchaki gap olib qochishga harakat qildi. Siz hech qachon taslim bo'lmasligingiz kerak, senpai. Sid qancha harakat qilmasin, uni ko'ndira olmadi va Rozi ham sababini aytolmadi. Buni asl sababi bo'lsa, uni bo'lajak eri Duke onasini o'ldirish bilan tahdid qilgan.
Sid tashqaridan hammasini eshitib turuvdi. Endi buni yo'lni qidirish kerak. Pervaschat qanaqadir Mordred ismli odamga xizmat qilayotgan edi. Ya'ni Duke o'sha odamni aytganini qilsa, uni darajasini anchagina ko'tarar ekan. Shu sababdan ham u oldin Rozega uylanish kerak. Umuman o'ylab qaraganda, pianinochilar ham juda ham ko'p pul olishar ekan. Aynan shu sababdan ham Sid shu pianinochi bo'lishni o'ylagan edi. Afsuski bu soyada ko'tarilishga xalaqit berishi mumkin. Bundan ko'ra hozir Rozeni qanaqa qutqarish haqida o'ylash kerak. Sid tinchgina choy ichib o'tirgan paytda ikkita qiz kelib unga xalaqit berdi. Keyin u kiyimlarini bitta taxtaga qo'yib, o'zi yap-yalang'och pianino chaldi. U havo almashtirish uchun saroy devorida aylanib yurgan paytda Duke bilan Rozer onasini sevishayotganini ko'rib qoldi. Keyin u o'yladiki, balkim bundan Rozer o'zi xabar topsa nimadir o'zgarar deb. Sid uni xonasiga soya bo'lib bordi va men senga haqiqatni ko'rsataman deb aytdi. Bu joyga uzoq to'xtalib o'tirish shart emas, bor yo'g'i haqiqiy narsani ko'rsatdi. U onasini unaqaligiga ishonmagan edi, lekin hayotda ko'rgandan keyin ishonishga majbur edi. Sid tashqarida pianino chalib uni chaqirdi. Keyin u oy haqidagi gaplarni aytib, "Sen nima qilishing kerakligini bilasanmi?" deb ketdi. Va o'sha joyda boyga uzukni ham qoldirdi. Duke endigina uzuk joyida turibdimi yoki yo'qmi shuni tekshirmoqchi edi, qarasa uzuk joyida emas. U uzuk yo'qotib qo'ygandan juda ham qo'rqib ketgan edi. Aynan shu joyda Mordred ham kelib, "Yaxshi, senga o'rin tayinlab qo'yaman, bitta dona ish qoldi" deb aytdi. Lekin u uzuk yo'qotib qo'yganini aytmadi va hamma yoqdan qidirishga harakat qildi. Va nihoyat o'sha kun ham kelgan edi. Pervaschat hozirgacha hali ham uzuni topolmagan edi. Keyin aniq bo'lgan ediki, o'sha uzuk Rozeni o'zida edi. Va o'sha uzukni qo'liga taqishi bilan qanaqadir narsa ishlab ketdi. O'tda qanaqadir gologrammaga o'xshagan narsa chiqib, eski qirolni eski videosini ko'rsatdi. Nafaqat o'tda, balki butun poytaxtda ham shunaqa ko'rsatdi. U yozuvda hammasiga Pervaschat aybdorligi va bundan keyin bu qirollikni Roze boshqarish kerakligi aytilgan edi. Birdan bo'tda Pervaschat bilan Rozeni onasini kallasi uzilib ketdi. Va nihoyat bu yoqqa Mordred kelgan edi. Ayni vaqtida soyalar bog'i a'zolari shu joyda edi. Hammasi mayda-chuda temir tersalar bilan, Sid bo'lsa haqiqiy eng katta bossi bilan urushdi. Mordred o'zi yutqizgan edi va kallasini boygi maxluqqa qo'liga tiqqan edi. Va uni ham anchagina kuchi ko'payib, qanaqadir boshqacha maxluqqa aylanib qoldi. Bitch,
ular shunchalik darajada tepaga chiqib ketishgandan hatto kosmosda bo'lishdi. Ammo o'yinlar yetarlicha bo'ldi. Endi hammasini hozir tugatish kerak. U o'zini har doimgi kuchini kosmosda qildi. Albatta, agar buni yerda qilganda butun boshli poytaxt yo'q bo'lib ketardi. I'm atomic. Ha? Bu portlash shunday yer to'g'risi bo'lgani uchun yer yarmi bu portlashni juda ham yorug' qilib ko'rdi. U hammasi tugagandan keyin pastga tushdi va negadir uning yonidan qanaqadir tuynuk hosil bo'ldi. U narsaga bor yo'g'i barmog'ini tekkizganda bo'lsa, o'sha narsani ichiga kirib ketdi. Bundan keyin bizga yana o'sha Nishinoni ko'rsatishadi va uni yana o'sha jinoyatchilar qo'lga olgan edi, lekin ularning ko'rinishi boshqacha edi. Bir ko'zli jinoyatchi bo'lsa, qizga qarab zamonaviy qotillik ko'rgandek bo'ldi. Aynan o'sha paytda bo'lsa, bizani haqiqiy zamonaviy qotilimiz yetib keldi. Afsuski, eng qiziq joyda yana anime o'z nihoyasiga yetdi. Mana o'zingizlar ko'rganinglardek Soyda ko'tarilish animesining ikkinchi sezoni ham o'z nihoyasiga yetdi, lekin bunga shoshilmaymiz, sababi yaqinda Soyda ko'tarilishi alohida filmi chiqadi. Ungacha Soyda ko'tarilish bilan xayrlashib turamiz. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z fikringizni yozib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr.